Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Iqtisodiyot nazariyasi fanidan 2-semestr 14-mavzuyimiz Jahon bozori, xalqaro valyuta va kredit munosabatlari mavzusi bo'yicha ma'ruza mashg'ulotlarimizni olib boramiz. Mavzuyimizni quyidagi rejalar asosida bo'lib olamiz. Xalqaro mehnat taqsimoti va xalqaro savdo to'g'risidagi turlicha nazariyalar, xalqaro savdoning mazmuni, tuzilishi va xususiyatlari, to'lov balansi, uning tuzilishi va taqchilligi, hamda xalqaro valyuta kredit munosabatlari va valyuta tizimlari. Xalqaro savdo nazariyalariga to'xtaladigan bo'lsak, turli xil Adam Smit, David Rikardo va boshqa turli xil olimlar o'zlarining turlicha nazariyalarini ilgari surishgan. Adam Smitning mutlaq ustunlik nazariyasi, David Rikardoning solishtirma ustunlik, xalqaro savdoning demak Olin nazariyasi, Leontief paradoksi asosida xalqaro savdoning muqobil nazariyalari yaratilgan. Bunda o'sha mahsulotning hayotiylik davri nazariyasi, miqyos ta'siri nazariyasi hamda Makkensi Porterning raqobat ustunligi nazariyalari demak shakllantirib borilgan. Har birini demak alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, mutlaq ustunlik nazariyasi bu Adam Smit tomonidan demak xalqaro mehnat taqsimoti masalasini tahlil qilib, qanday tovarlarni eksport qilish va qaysilarini import qilish qulayligi keltirilgan bo'lsa, bunda har bir mamlakatning qandaydir mahsulot turini ishlab chiqarishga ixtisoslashuvida bozor asosiy rol o'ynashi demak qayd etib o'tilgan. Mamlakatlar quyidagi ikki ko'rinishdagi ustunlikka egaligi qayd etilgan. Birinchisi tabiiy, ya'ni iqlim sharoitining qulayligi, ba'zi bir tabiiy resurslarning mavjudligi va shu kabi holatlar bilan shartlangan ustunlik bo'lsa, ikkinchisi erishilgan, ya'ni mamlakatdagi ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanish darajasi, ishlab chiqarish texnologiyasi bilan demak shartlangan ustunlikka egaligi qayd etib o'tilgan. Qiyosiy ustunlik nazariyasi David Rikardo tomonidan mamlakat nisbatan past samarali mahsulotni ishlab chiqarishdan voz kechib, nisbatan yuqori samarali mahsulotni ishlab chiqarishga o'tish orqali ishlab chiqarish hajmini oshirishi mumkin deb qayd etilgan. Bunda mamlakat o'zida qiyosiy ustunlikka ega bo'lgan tovarlarni ishlab chiqarishni va chetga sotishi yetarli hisoblanishi qayd etilgan. Qiyosiy ustunlik nazariyasining farazlari bunda ikkita mamlakat va ikkita tovar o'zaro taqqoslanishi, ishlab chiqarish xarajatlari ish haqi ko'rinishida olinishi, mamlakatlar o'rtasidagi ish haqi darajasidagi farqlar e'tiborga olinmasligi, transport xarajatlari e'tiborga olinmasligi hamda erkin savdo mavjud ekanligi qayd etilgan bo'lsa, bunga muqobil narx tushunchasi, ya'ni opportunity cost bir birlik tovarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan ish vaqtining boshqa bir birlik tovarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan ish vaqti bilan ifodalanishi hisoblanadi. Ya'ni shu orqali qiyosiy ustunlik nazariyasi demak asoslanadi. Heckscher-Ohlin, Samuelson modeli ishlab chiqarish omillari nisbati nazariyasi hisoblanadi. Bu yerda Heckscher hamda Ohlin ismli olimlar xalqaro tovar oqimlarining yo'nalishi va tarkibiy tuzilishi qay tarzda belgilanishi to'g'risidagi zamonaviy tasavvurlarni ishlab chiqishadi. Samuelson tomonidan isbotlangan Heckscher-Ohlin teoremasi to'g'riligi shartidan kelib chiquvchi bu teorema ishlab chiqarish omillarining narxini muvozanatlashuvi yoki Heckscher-Ohlin-Samuelson teoremasi nomini oladi. AQSh eksporti va importida mehnat va kapital to'liq sarfining hisob-kitobi asosida Heckscher-Ohlin nazariyasini demak tekshirishga urinib ko'rilgan. Bunda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari kapital sig'imi yuqori bo'lgan tovarlarni eksport qilib, mehnat sig'imi yuqori bo'lgan tovarlarni esa import qilishi taxmin qilingan edi. Leontief paradoksi bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kapitalning nisbiy ortiqchaligi Amerika tashqi savdosiga ta'sir ko'rsatmasligi keltiradi hamda Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'proq mehnat sig'imi yuqori, kapital sig'imi esa past bo'lgan tovarlarni eksport qilishini demak asoslaydi hamda Amerikadagi mehnatning yuqori unumdorligi amerikalik ishchilarning nisbatan yuqori malakasi bilan bog'liqligini ta'kidlab, bu yerdagi mehnatning xorijdagi mehnat bilan nisbati 1:3 ekvivalentda ekanligini ko'rsatadi. Ishchi kuchining malakasi modeliga ko'ra, ishlab chiqarishda 3 ta emas, balki 4 ta omil ishtirok etadi. Bunda malakali ishchi kuchi, malakasiz ishchi kuchi, kapital hamda yer. Neoklassik nazariya bo'yicha o'sha Haberlar muqobil xarajatlar modelini yaratgan. Bunda har bir mamlakat boshqa mamlakatlarga taqqoslaganda yuqori texnologiyaga ega bo'lgan tarmoqlardagi mahsulotlarni eksport qilishi qayd etilgan. Keyinchalik ilg'or texnologiya muqarrar ravishda dunyo bo'ylab tarqalib, texnologiyadagi farqlar yo'qolishi hamda eksport pasayib, jahon savdosi tarkibiy tuzilishidagi keyingi o'zgarishlarni keltirib chiqarishi qayd etilgan. Vernonning tovarning hayotiy sikli nazariyasiga ko'ra, mahsulotlarning ba'zi bir turlari 4 bosqichdan iborat sikldan o'tishi, ya'ni joriy etish, o'sish, yetuklik va pasayish sikli demak qayd etib o'tilgan.
Xalqaro savdoning mazmuni, tuzilishi va xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, xalqaro savdo bu turli mamlakat xo'jaliklari o'rtasidagi tovar va xizmatlarni ayirboshlash jarayonida sodir bo'ladigan munosabatlar majmui hisoblanadi. Xalqaro savdoning tuzilishi bu eksport hamda importdan iborat. Eksport bu mamlakatda ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarni mamlakatdan tashqariga chiqarib sotish hisoblansa, eksportning tarkibi tovarlar eksporti, xizmatlar eksporti hamda kapital eksporti bo'lishi mumkin. Reeksport bo'lsa, biror bir mamlakat boshqa mamlakatda ishlab chiqarilgan tovarni o'z iste'moli uchun emas, balki 3 mamlakatga qayta sotish uchun xarid qilishi hisoblanadi. Import bo'lsa, chet ellik ishlab chiqaruvchilardan tovarlar, xizmatlar sotib olib, ularni mamlakatga keltirishni bildiradi. Xalqaro savdo siyosati bu proteksionizm yoki free traderlik bo'lishi mumkin. Bu proteksionizm siyosati tashqi savdo, tashqi ta'sirdan himoyalash bo'lsa, free traderlik bu savdoga to'liq erkinlik berish siyosati hisoblanadi. Bu ikkita siyosat bir-biriga qarama-qarshi siyosat hisoblanadi. Shuningdek, klassik yoki qattiq proteksionizm siyosati bu merkantilizm nazariyasi asosida kelib chiqqan tovarlar importini umuman cheklash, eksportni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, chetdan keluvchi tovarlarga yuqori boj to'lovlarini o'rnatish orqali milliy ishlab chiqarishni himoyalash hamda tovarning ma'lum turlari bilan savdo qilishga davlat monopoliyasining o'rnatilishi va boshqa jihatlarni o'z ichiga qamrab oladi. Bu proteksionizm siyosatining eng zamonaviy, demak, klassik ko'rinishi hisoblanadi. Zamonaviy proteksionizmda bo'lsa, asosiy maqsad ichki bozorda milliy ishlab chiqaruvchilar uchun nisbatan qulay sharoitlar yaratish hamda ularni xorijiy ishlab chiqaruvchilar raqobatidan himoyalash hisoblansa, biroq uning usul va vositalari o'zining moslashuvchanligi bilan klassik proteksionizmdan farq qilishini ko'rsatib o'tadi. Erkin savdo yo'lidagi to'siqlar sifatida boj to'lovlari, import kvotalari, tarifsiz to'siqlar hamda eksportni ixtiyoriy cheklashni qayd etib o'tishimiz mumkin. Boj to'lovlari bu boj to'lovlari import tovarlariga aksiz soliqlari hisoblansa, u daromad olish maqsadida yoki himoya uchun kiritilishi mumkin. Import kvotalari bo'lsa, import kvotalari yordamida mamlakat bir vaqt oralig'ida import qilinishi mumkin bo'lgan tovarlarning maksimal hajmini o'rnatadi va shu orqali importni nazorat qilib turadi. Tarifsiz to'siqlar bu tarifsiz to'siqlar tarkibiga litsenziyalash, mahsulot sifatiga standartlar qo'yish yoki oddiy ma'muriy to'siqlar kirishi mumkin. Eksportni ixtiyoriy cheklash bu eksportni ixtiyoriy cheklash savdo to'siqlarining nisbatan yangi shakli hisoblansa, ayrim turdagi tovarlar mamlakat hududida kamayib ketishini oldini olish, aholini o'sha tovarlar bilan doimiy ravishda ta'minlab turish uchun eksportga cheklovlar kiritilishi mumkin ekan. To'lov balansiga to'xtaladigan bo'lsak, to'lov balansi mamlakat rezidentlari, ya'ni uy xo'jaliklari, korxonalar va davlat tomonidan va chet elliklar o'rtasidagi ma'lum vaqt, odatda 1 yil davomida amalga oshirilgan barcha iqtisodiy bitimlar natijasining tartiblashtirilgan yozuvi hisoblanadi. Iqtisodiy bitimlar sifatida qiymatning har qanday ayirboshlanishi, ya'ni tovarlar, ko'rsatilgan xizmatlar yoki aktivlarga mulkchilikning huquqining bir davlat rezidentlaridan boshqa davlat rezidentlariga o'tishi bilan bog'liq kelishuvlardan iborat bo'lishi mumkin. To'lov balansining tuzilishi joriy operatsiyalar hisobi va kapital harakati hisobi hamda rasmiy zaxiralarning o'zgarishi bo'ladi. Bunda joriy operatsiyalar hisobida tovar eksporti va tovar importi bo'ladi. Shuningdek, xizmatlar eksporti, xizmatlar importi hamda investitsiyalardan sof daromadlar va sof transfertlardan iborat bo'lsa, kapital harakati hisobi va kapital kirishi va kapital oqib chiqishi hamda rasmiy zaxiralarning o'zgarishi bilan o'z yakuniga yetadi. Xalqaro valyuta kredit munosabatlariga to'xtaladigan bo'lsak, xalqaro valyuta kredit munosabatlari bu pulning jahon xo'jaligida amal qilishi va turli xalqaro iqtisodiy aloqalarga, ya'ni tashqi savdo, ishchi kuchi va kapital migratsiyasi, daromadlar, qarzlar va subsidiyalar orqali ilmiy-texnikaviy mahsulotlarni ayirboshlash, turizm va boshqalarni o'z ichiga olib xizmat qilishi bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy munosabatlar tizimi hisoblansa, xalqaro valyuta tizimi bu xalqaro valyuta munosabatlarining davlatlararo bitimlarda kelishilgan holda amal qiladigan shakli hisoblanadi. Xalqaro jahon valyuta tizimi o'zining rivojlanishida 3 ta bosqichni bosib o'tgan. Birinchi bosqichda 1879-yildan 1934-yillargacha bo'lgan davrni o'z ichiga olib, bunda oltin standart sifatidagi valyuta tizimi ustunlikka ega bo'lgan. Keyinchalik ikkinchi bosqich 1944-yildan 1971-yillargacha bo'lgan davrni o'z ichiga olib, bunda oltin devizli, ya'ni Bretton Woods tizimi deb nomlanuvchi tizim ustunlikka ega bo'lgan. Bu tizim qayd qilinadigan valyuta kurslariga asoslangan. Uchinchi bosqichda 1971-yilda tashkil topgan, hozirgi davrda amal qiluvchi jahon valyuta tizimi bo'lib, bu tizim boshqariladigan, ya'ni suzib yuruvchi valyuta tizimini nomini olgan. Shuning bilan mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu mavzu yuzasidan savollaringiz hamda fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi keltirilgan elektron pochta manzillari orqali murojaat qilishingiz mumkin.
E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.